Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda nima bo'ldi hozir? Hozir sandiqqa solib qo'ydim. Kim men bilan o'ynashyapti? Kimdir prank olyapti deyman. Hammani aktini sindirib beramiz. Bugungi videoda biz o'rmonga boramiz. Minecraft'dagi turli xil lifehacklarni tekshiramiz. Qani go. Birinchi uydan 2-3 ta ovqatlar olaylik. Yegani qornim och qoladi. Ketdim. Oh, qo'ylar. Ikkalasidan. Daraxt ko'lagani boltamiz yo'q-ku. Mayli, unda lifehacklarni tekshiramiz. Birinchi lifehack bu g'orga kirib, shunaqa g'orga o'xshagan suvli joylarda o'rtasiga turib olamiz va 3 marta Herabrin deb o'tirib turamiz va bir narsa sodir bo'lar ekan. Herabrin. Buni YouTube'dan ko'rdim. Bunaqa shakar qamishi bo'lishi kerak. O'rtasiga turib 3 marta Herabrin deslar. Dunyolaringga Herabrin kirarmish. Lekin men bunga ishonmayman. Lekin videoni boshida nima bo'ldi? Jidil, qalaysan? Bo'ldi. Ana u narsa nima? Ha, nima deding? Hozir bunga javob qaytaramiz. Kim bu? Serverimga kim kirib oldi? To'g'risini aytaver. Chatga yozaychi. Chat nima ishlamayapti? Ana. Chiqmagan u. Serverimdan chiqib ketsin. Serverimga kirib jinniliklar qiladi. Uyga kirib sandiqdan bir-ikki narsa olamiz. Keyingi videodan yangi odam qo'shiladi. Uning narsalardan bugunchalik o'g'irlab olaman. Mana boltasi bor ekan. Boltasini olib borib, endi daraxt chopamiz. Eshitib qo'yim ekan. Hech bo'la olmaydi. Bu kim o? Kimsan? Kimsan? Men oddiy odamman. Aldama. Hali Herabrin deyodim. Sen Herabrin emas, Merabrinsan shekilli. Ko'zingda qara, g'ilay. Bo'pti, qara. Sen menga xizmat qilasan endi. Bo'ptimi? Unda yur ketdik. Qayerga ketyapsan? Yur. Do'stlar, buni hoziroq o'ldirishimiz kerak. Arvoh bu. Serverimga o'zidan o'zi kirib oldi bu. Eshak, molni bolasi itdan bor. Baki. Do'stlar, somsaxonaga sous qilish kerak-da buni o'zi. Yo'q. Do'st bo'lasanmi? Nega qochyapsan unda? Bo'ldi.